Assalomu alaykum. Men Samarqand shahrida kelganman. Ism familiyam Qo'chqorova Risolat, 53 yoshdaman. Men 20 yildan oshdi sistit kasali bilan davolanib kelaman. Dori-darmonlar bilan, ukol dorilar bilan davolanib kelardim. Ular vaqtincha davolanardim. Yana qaytalab, yana boshqatdan shunday kasal boshlanib qolardi. Mana shu 1 yil atrofida rosayam ko'p qayta takroriy bo'ldi. Keyin singlim orqali tanish bilishlaridan eshitib, mana shu Mo'jiza shifo klinikasini eshitib, Toshkentga keldim. Yanvar oyida birinchi lecheniyani boshladim. Birinchi lecheniyamda ancha yengillashdimi, ikkinchi lecheniyada butunlay foydasini juda ham yaxshi sezdim. Hozir 3-marta olyapman, lecheniyani tugatdim. Xudoga shukr, mana sog'ligim rosa ham yaxshi hozir. Xudo xolasa bundan keyin o'zim tarbiya qilib, yana qayta olish niyatlarim bor. Endi nima qilish uchun, qaytalamaslik uchun. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Rahmat.